66. 66. Tyson to'g'risida o'tdi. Nasibni bag'irlatamiz ha. Endi yuboramiz. Endi suv ham ichsa bo'ladi, ovqat ham yesa bo'ladi. Hozir. Ha? Tyson to'g'risida o'tgandan keyin birinchi nima qilish kerak bilasan? Birinchi bo'lib mana bu ish kerak. Suvlash kerak. Buni hali birinchi bo'lib ichishim. Bu ham suv, ham vitamin ichida. Ichsa bo'ladimi hozir? Ham vitaminizatsiya ketadi, ham suv ketadi. Mana do'stlar, tarozidan naharman o'tib oldim akalar. 75 kilodan 66 gacha tushdik. Endi qo'ldan kelsa nasib qilsa inshaalloh ertaga jang ular batishgan bosib turadi. Odilxon bilan urushganda necha kilo eding? Odilxon bilan urushgan paytim 70 kilo edi. 70 kilo, hozir 66 da. Hozir 66. Doğrusu moshni bo'lib ko'ramiz. Давай, batishgan.